28 yaş vaqtimda men bir kasal degan o'qiladim. 28 yaş vaqtimda ben sizlarga to'nilmagan. Lekin shu vaqtda shu kasal bilan birlikda jang qilib, ko'rish qilib, mana hozir sizlar bilan hamma jangarlar qilib to'nilgan holatga yetgan vaqtda kasalmi oxirgi bosqichga kelib qoldim. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugun men Oblat inim bilan ko'pchilik ham mana ko'ngil bilayotgan Mo'minjon inimning ahvoli to'g'riliq birdan paranglashaylik deb yakjam bo'lib qoldik. Sababi oldingi bir necha kun ichida taqilgan shu qisqa film bo'ldi. Mo'minjon hamda shu G'uljidagi Chechak bayraminingki nayti chin taklifiga binoan ularning talabini rad qilolmay berishga to'g'ri keldi. Bu G'ulja bo'lgandiki shu yerda bir sahnada hamda bu ahvolni bir tushuntirishga to'g'ri kelib, o'zini hozir kasallik ahvolini ozroq tilga ilib o'tgan. Shu sababdan biz bugun shu ish to'g'riliq ko'pchilikka ba'zi aniqsiz bo'lgan tunishlar to'g'risida bir ozroq tushuncha bermoqchi. To'g'ri, buni ko'rib turibsizlar, Mo'minjon, akisi Oblat, men bo'lsam tog'isi Abdulla, inimizning bu hozirgi kasallik ahvoli tuyuqsiz bo'lgan kasal emas. Buni 18-19 yil burun shu Mo'minjonninki badanida bu xil og'riq, bu xil kasal bayqalgan. Shundan beri biri inim o'zi intayin ehtiyotjon shu shartlarni aytib ching tutib vaqt qaraldi dori yeb aronni yaxshi ilib kelgan bo'lg'achqa, ikkinchisi kasalni vaqtida bayqagan bo'lg'achqa shundan bo'ldi. Bu kasal hozirga kelguncha uningga og'ir ta'sir ko'rsatmay kelgan, lekin o'sha o'tgan bir necha yil ichida, aniqrog'i 2 yil ichida kasallik bo'lgan siri og'irlashib bir oz bizni andishiga soldi. Sizlar ko'rgandek yoki shoshib pinglarda anglagandek qatan bu kasalning biroz og'irlashganligini his qildik. Shunga o naq maydonda bor kishilar balkim aniq bilgandir. Yo'q kishilar xabar jiroqning xabari yomon degan gap bor. Shunga har xil har yangi farazlar olib ketib berib o'tibdi, anlasak shuni. Esligani boshqa. Ha. U shoshib deganni ashta bo'ldi ekan. Shu siz qayerga qiziqsangiz, shu yani kesib eliblam taqdirim bo'lgandan keyin egizbashchilik bo'lib qolmasin deb mushundaq bir tushuncha beryapmiz. Biz hamda yaqinda qisqa bir mazgil ichida jiddiy tayyorlik qildik. Hozir biz hisobda navbat saqlayapmiz desak bo'ldi. Mo'minjonning shu kasaliga qarta almashtirish operatsiyasi qilmoqchi, ya'ni bo'rak almashtirish operatsiyasi qilmoqchi. Iltimos sunug'liq. Şuna bu iş hem ciddi tutuqluq. Qaysi vaqtda bizga loyiq mush a'zo boy qolsa shu aman biz qamna Oblat, men Abdusamir qatorliq mush inlarim bilan shu joyiga ash doktorxonaga eng yaxshisi olib bu ishni o'rinlamoqchi, operatsiyaga qatnashtirmoqchi. Menimcha bu Mo'minjon mening ko'zimda hozirgi kelguncha 40 kirmagandek ko'rinadi. Aksi bo'lgandan keyin shundan yaslik, shunda ko'rinamdi. Yosh bo'lgandan keyin bu cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Ammo rag'bat beryapti. Anglasam, o'sha ko'pchilik shunda rag'bat beryapti. Biz intayin ta'sirlandik. Haqiqatan bizda emas, ko'pchilik haqiqatan Mo'minjon amroqsan amroq. Jumladan biz aqllarimizdimi bak amroqkan deb boshida aytdi, hayajonlandim. Burunqi ahvollardami rayonimizdagi har millat xalqininki ina Mo'minjonlikni ne kadar yaxshi ko'rdiganligini burunqi sirtlarga chiqib yoki boshqa yurt-yurtlarga berib qo'yilgan u yondagi naq maydon ahvollardan xalqning buni bildirayotgan hurmat izzatlaridan his qilinglar. Mo'minjonni xalqimizdan ne kadar yaxshi ko'rdiganligini bundan burun his qilinglar. Mo'minjon o'zimi Şinjan Üniversitesi'ndeki arkeologiya kasbida o'qib, oliy maktab
bitirib chiqqandan keyin yana shu san'at naqshchilik kasbini yaxshi ko'rib, sen bizniki yetaklashimizda o'zining kuchli irodasi bilan, izchil tirishchanlik bilan haqiqatan rayonimizda sen biz o'ylagandan ortiq shunday bir naqshchi mush kasbida yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Mayli aytgan naqshlarning tema doirasi bo'lsin, uslub bo'lsin, naqshi musiqalardagi sifat bo'lsin, har xil yangiliklar har tarafdan bu intan kuchi deb bak tirishdi va bu tirishchanlikni izchil elib bordi. Musablik yetaklashma bilan o'zimni bak tirishdan o'kam haqiqatan. Mush kasbda belgilik natijalarni qo'lga keltirishdan birga xalqninki qalbidan naqadar cho'nqur o'rin olganligini, xalqning seni naqadar yaxshi ko'rganligini biz his qilib kelyaptik. Abdulla akam boy degandek bu qatam shu chechak bayrami munosabati bilan shu bak burungi taklif bilan bular ma'qul bo'lish bo'lgan ish. Vaqt oz qolgan sir buniki salomatlik ahvolida sal o'zgarish bo'lib qolib, "Bormay turamiz ya" degandan keyin biz ular bilan xabarlashdik. Mo'minjonsiz ahvolda saqsizlik bor. Shuni bir bormay to'sqanda desak, ular mo'minjonga naqadar amroqligini bir takliflik mehmon sifatida kelib bir qatnashib bersa, belki naqshi aytish qulaysiz bo'lsa, chiqmasin bo'lsa, sahnaga chiqmasin bir yuz ko'rishib, chunki ammoq biz shunday jakar qilib qo'yapti. Shu mo'minjonlikni keladi deb degandan keyin ularning o samimiyatiga bu mo'minjon yana bordi. Borgandan keyin sandagi avvalda mo'minjonmi xalqning yana shu naq maydondagi hayajonli olqishlar bilan birlashib ketgan bir hissiyotda bu o'ziniki navbatga kasallik avvali haqida azroq uchirib berilgan. Menimcha uchirib bergan to'g'ri, chunki o'yliq buni yushirib qolgan bo'ldigan ish emas. Endi kasalda biroz eg'ilish bo'lgandan keyin bu inimni ko'pchilik ommaviy so'rlar taklif qildi, ba'zida mehmon qildi, ba'zida xizmatlarga bordi. Yushirib qolmaydi. Shunda egizbas bo'lgandan keyin har xil gumoniy ko'z qarashda yoki xato tushunchalar paydo bo'ladi. Shuni buni deb qo'yganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz tushuncha beryapmiz, endi aniq shu bizga ko'ngil bo'layotgan. Unda mo'minjon shunday olganda necha yil o'tdi? 2004 bo'lsa, chiroyli degandan chiqagan chiroyli degandan chiqagan vaqtim bo'lgan bo'lsa, sen u oliy maktabni bitiriblar, 4-5 lentini chiqarib qolgan. 4-5 lentini chiqarib, xalqningki bir yaxshi ko'rishga erishib, hisoblasan hali naqshchilik sohasiga to'liq kirib, hali necha yil xizmat qilib xalqningki xizmatida bo'lib bo'lgan va xalqningki yaxshi ko'rishiga erishib bo'lgan shu bir paytdagi vaqtda bir shu börek sharchi yollig'i kesili giribdor bo'lganlik shu uqtiq. Endi shundan boshlab endi mo'minjon hisob necha yil bo'ldi hozir? 19 yil shu kasal bilan bir tarafdan elishqash, mushtarakka kasallarga shifo davosini qilg'ash, o'zini asrag'ash, ya'ni to'xtamay izchil mush kasbda xizmat qilib, ya'ni nurg'un shu vaqtdagi shu masalan chiroyli uning oldidagi bir necha shu chiqargan lentalarning buning bu yoqsiga shu kasal chaplashgandan keyingi davrdagi qilgan bu kasbdagi bu sohadagi xizmat natijalari intan usulliq va unumli va natijali sifatli bo'ldi. Endi bugungi kelganda 19 yilga qadam qo'yganda endi bir yildan beri yaqinda bir sal bu kasal endi kuchib mushkil harakat va gap so'zda azdir ko'pdir qulaysizlik, normalsizlik ahvolda ko'rilishga boshladi. Hozir endi biz bir kunsi ikon tatoldim. Akamning uyidan chiqib ketib mashinaga chiqib rozg'at o'tirib maqsam xalqning orasidan biraylardan to'nmaydigan biraylar darizini chekdi-da. Siz bugun mashinani nima ish qildi desam, siz bizniki demakchi o'g'lim endi ansirab qoldi-da. Axirida paydo bo'ldi. O mashinagacha uydan chiqib, mashinagacha mangan oraliqdagi azroq harakatlaridagi qulaysizlik qarab, bir iste'mol qilib qolgan bo'lishi mumkinmi deb, shu yana amroqlik qilib berib, seni eskartayotgan gap siz bizning qalbimizda bunday hurmatga ega maqolalik mashina ediman deb eskartib, mana bumi xalqning ko'ngil bilishi, seni yaxshi ko'rganligidan bo'layotgan. Mushqatim chechak bayramidagi naq maydondagi men shunday bir saqsiz avval bo'lib qoldim desang, sana shunda hurmat bilan o'rinda qo'yib
Yani şunun da şunçilik hürmet izzet bilen bazılar yığlayotydy, bazılar şunda sana saqlyk dileyotydy, uzatgandaki şu vaqtdaki görünüşler görüp men bu biraz köz yaşı çıkıp kaldım, hayacanlandım. Halkның seni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini, seni ne kadar şu sana bildiğin hürmetlerden şunçilik hayacanlandım, bek ta'sirlandim. Muş münasebet Abdullah aka, biz ve elimizni yaxshi ko'rgan barcha xalqqa nihoyatda chin qalbimizdan minnatdorligimizni, roziligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Endi rahmat. Şu daqiqada Mo'minjonniki bir kasallik ahvolini uchirib bergan, lekin nima kasal haqida gap qilmagan bo'lg'achqa, mau tor sohasida, tor dunyosida biroz har xil qiyoslar. Zadi nem bo'lgan bo'g'iti, zadi nima kasal bo'g'iti deb birisi uni birisida bo'yda qiyoslar. Menimcha bo'lganda bugungi mushu video orqali mush xil qiyoslar bir tukkan bo'lsa, to'xtagan bo'lsa. Shu aniqla sizlar buga aniq deb qo'ydi, avlodmi dedi. Börek yallığı deyimizga bunu yığıp aytganda. Diyarimizda nurgun bu keselge giriptar bo'lganligi bizga nay tajriba sabaqligini dedi. En uzun 19-20 yıl bo'lganligi bah şu börekni almashtirib. Bizmi inimiz shunda sizlarning taraflaringlardan kelayotgan yordam fikrlari, rag'batlantirishlar, bizning bo'layotgan rag'batlantirishlar hammasi buni tegib turyapti. Menimcha uzun qolmay biz muvaffaqiyatli oldi bu kasaldan qutulib ketimiz. Hem shunda ishonchimiz bor, hem shunda yaxshi tilaklarimiz bor. Uning ustiga mana ko'pchilikni bizni yaxshi ko'rgan qarindoshlarimizning orzulari, tilaklari bizga hamroh. Mo'minjon o'zini bak g'ayratli. Shunda dal mushu g'ayrati bilan, mushu g'ayratligi bilan o'zining kayfiyatini yaxshi tutib, endi bu kasalga mubtalo bo'lgandan uning yana shu to'g'ri ko'z qarash bilan, to'g'ri muomala qilish bilan shuning yuzlanib, o'zining kayfiyatini yaxshi tanishib, bizmi asrab turdik, o'zini asragan asosda yana bir tarafdan mushu kasal bilan shu o'rdishib mush kasalga davo shifosini qilib turib, yana bir tarafdan to'xtamay mush kasalni iznib hozirgacha bo'lgan amaliy ahvollar mana shunda. Bu o'zimni ayt g'ayrat qildi. To'g'ri qaradi bu ishga. Shunga hammalarniki mushundaq ishlar kelganda g'ayratli bo'lib, to'g'ri pozitsiya bilan to'g'ri yuzlanishni yana tavsiya qilaman mush munosabatda. Xo'p, ma'qul, rahmat sizlarga. Rahmat. Meni yaxshi ko'rgan va men ko'ngil bilib, har xil saatlardan ilhom berayotgan barliq xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat.